Assalomu alaykum. Mana saytimiz. Mana shu birinchi versiyasi desak ham bo'ladi. Mana saytimizda hozirgi ko'rinishi mana asosiy qismi, saytning nomi mana bu yerda. Mana bu yerda esa qismlar. Biz asosan kitoblarni turkumlarga bo'lib qo'yganmiz. Xohlasangiz mana bu yerda so'nggi qo'shilgan kitoblarni ko'rish mumkin. Mana bu turkumlarga kirsak, har xil kategoriyalar chiqadi mana. Ilmiy, adabiy xaritalar va bularga kirsak, bizga yana kichkina subkategoriyalar chiqadi. Masalan, jahon geografiyasiga kiramiz. Mana kitoblar bor. Geografik kashfiyotlar, atlas shunga o'xshagan. Ularni ko'rishimiz mumkin va ko'rsak uni mana kitobning nomi, muallifi va qisqacha ta'rif beriladi va biz kitobni ikki xil ko'rishda o'zimizga qulay usulda ko'rishimiz mumkin. Masalan, ko'rishimiz mumkin. Mana shunday bunda yuklab olishsiz ko'ramiz mana kitob o'z qo'lida. Xohlasak mana bunday qilib yuklab olishimiz ham mumkin. Bunday qilsak, mana yuklab olinadi kitob. Saytimizda yana mana bunday o'ziga xos tunda o'qiydiganlar uchun mana bunday ishlar ham qiladi. Ya'ni tungi versiyasi. Va yana qidirish ham mumkin. Masalan, atlas qidirsak, mana atlasni topib berdi muallifi. Mana bunday qilsak yana o'ziga qaytadi. Bu yerda bog'lanish uchun kontaktlar berilgan, mana savollar, takliflar uchun. Demak, endi kitoblarni qanday yuklashni ko'rsatamiz. Mana bu yerdan yuklashimiz mumkin. Masalan, yangi kitob yuklamoqchi bo'lsak, mana bunday qilsak bo'ladi. Masalan, kitobni tanlaymiz avval. Masalan, geomorfologiya majmuani tanlaylik. Geomorfologiya. Muallifiga yana shu kishini qo'yamiz. Bu yerga qisqacha ta'rif. Muallifni yana boshqa odamga qo'yiladi. Masalan, Ahmedov qo'yaylik. Ahmedov Tebinson. Yani qisqacha ta'rifi. Geomorfologik jarayonlar haqida qisqacha. Bu yerda endi kategoriya tanlashimiz mumkin. Bizda hozircha mana bu kategoriyalar bor. Biz yangi kategoriya qo'shaylik. Masalan, qaysi kategoriya qo'shishimiz mumkin? Yangi kategoriya qo'shsak, qaysi kategoriya qo'shishimiz mumkin? Geomorfologiyada yangi kategoriya qo'shaylik birodarlar. Geomorfologiya. Mana bu yerga bu esa uning uchun sarlavhada yuz tanlashimiz mumkin mana. Bunday qilsak bo'ladi. Kategoriya tanlandi. Endi kichkina kategoriya tanlashimiz mumkin yana. Mana bunday qilsak. Geomorfologiya yana kichkina kategoriya shuni qo'shib qo'yaylik. Geomorfologiya qo'shsak, bu yerga ham yana yuz tanlashimiz mumkin. Kitobni o'zi uchun ham yana yuz tanlashimiz mumkin. Ya'ni kitobda qanday rasm ko'rinish. Mana buni bossak esa mana u yuklandi. Bunda esa yangilasak yangi kategoriya qo'shilgan bo'lishi kerak. Mana geomorfologiya degan turkum qo'shildi. Mana bu yerdan ham ko'rishimiz mumkin xohlasak. Mana geomorfologiya yana kichkina kategoriyasi geomorfologiya. Bunday qilsak mana kitob haqida. Buni bossak ko'ramiz. Mana geomorfologiya jarayonlari haqida qisqacha, muallifi, kitobi nomi mana bunday qilsak ko'ramiz. Mana kitobni bunday qilsak yana yuklab olishimiz mumkin. Demak, saytning umumiy ko'rinishi shundan iborat edi. Mana e'tiboringiz uchun rahmat.